Diqqat, barcha o'zbeklar ko'rsin. Afsuski, yana bir yomon xabar e'lon qilindi. Rossiyalik ayol o'zbekistonlik migrantni o'ldirib, daraxt ostiga ko'mib qo'ydi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Rossiyaning Vladimir viloyatida 54 yoshli o'zbekistonlik migrant tanishi tomonidan shafqatsizlarcha o'ldirildi. Bu haqda Zebra TV xabar berdi. Hududiy tergov qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, fojia Putishino tumanidagi Staroye Perepechino qishlog'ida yuz bergan. Noyabr oyida marhumning qarindoshi uning bedarak yo'qolganligi haqida politsiyaga murojaat qilgan. Aniqlanishicha, 16 noyabr kuni o'sha erkak 48 yoshli mahalliy ayolning uyiga borgan bo'lgan. Tergov versiyasiga ko'ra, ular spirtli ichimlik iste'mol qilgach, o'rtada janjal chiqqan. Ayol erkakni itargan va u polga yiqilganida esa uni arqon bilan bog'lab o'ldirgan. Ayol jinoyat izlarini yashirish uchun jasadni hovlidagi olma daraxti ostiga ko'mib qo'ygan. Ma'lumotlarga ko'ra, o'ldirilgan erkak Rossiyada uzoq yillar yashab, Pokrovkadagi temir-beton mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonada ishlagan. Manbalarning aytishicha, ular o'rtasidagi kelishmovchilik pul sababli chiqqan. Erkak ayolning undan avval olgan qarzini talab qilgan. Ayol esa yana pul so'ragan. Jinoyatdan so'ng gumondor ayol uning telefoni hamda bank kartasini ham o'zlashtirgan. Hodisa joyini ko'zdan kechirish davomida daliliy ashyolar topilgan. Shuningdek, ayolning avval ham narkotiklar bilan bog'liq jinoyatlar uchun sudlanganligi aniqlangan. Tergov uni tergov yakuniga qadar qamoqqa olish bo'yicha sudga murojaat qilgan. Hozirda zarur ekspertizalar va boshqa tergov harakatlari davom etmoqda. Avvalroq Turkiyaning o'zbekistonliklar eng ko'p istiqomat qiladigan megapolislaridan biri Istanbulning Fotih tumanida istiqomat qilib kelgan O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 36 yoshli Zulayho bo'g'zidan pichoqlab o'ldirib ketilganligi ma'lum bo'lgan edi.